Xulba mahsulotimiz hammaga tanish yuz dardning davosi. Bu sizlarga ro'za Ramazonda juda ham katta foyda beradigan mahsulotdir. Qanaqa qilib? Hammaga savol tug'iladi. Ikkita dona kapsula sizda ertalabki nahorga, iftorlikka ichganingiz bir tovoq devzira guruchini kuchini berar ekan. Bunda qanchalik katta foyda borligini sizlar bilmaysizlar. Chunki mahsulotni ichgan odam buni qayta yana olishga intiladi. Shirqo'z aka aytadilar, har bitta tanishga sen shuni hadya qilgin deydilar. Bo'pti, men hadya qilaman. 50% skidkada sizni uyingizga mehmon bo'lib boradi. Har bittasi ertalab nahorda ikkita kapsula ichdingiz va siz saharlikda qildingiz. Mahsulot hujayramizni yangilaydi, hujayramizni yoshartiradi, immunitetimizni ko'taradi. Buni o'zi men immunomodulyator deyman. Chunki mahsulot har bitta hujayrani to'yintirib, buni ichidagi omegasidan tortib folikigacha bizning organizmimizda hujayramizni to'yintirib, organizmimizni yoshartiradi.